Men ishimda hech baraka ko'rmayman-da. Buni sababini o'ylab qarasam, otamni kasbini qilmagan ekan. Otasini kasbini qilmagan odamning 70-80%ni ishida baraka bo'lmaydi-da. Otasini ishini ushab kelish kerak ekan. Otangiz nima kasb qilgan o'zi? Otam rahmatli o'tib ketganlar, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, qassob bo'lganlar. Ushamasligimni ham sababi otamning kasbini ushamasligim sababi qo'y mollarga rahim keladi. Mana misol men mol qassob, qo'y qassob, hammasi bir qassoblar-ku. Qassoblar ko'rganman, temir qassobni yaqinda ko'rishni boshladim. Bitta akamiz konteynerlarni so'yib, naves mahsulotlarini chiqarar ekan, har xil temirlardan nimalardir yasar ekan. Ko'rib chiqaylik. Ichkariga kirib ko'rib chiqamiz. Akamiz bo'ladilar. Qora aka aytgan odamingiz shumi? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Siz? Rahmat, kelinglar. Qora akam sizni maqtab olib keldi. Konteynerda qassoblar deb. Aka bitta savolim bor-da. Buni pichoqda kesasizlarmi, boltada kesasizlarmi? Biz bolgarkada kesamiz. Konteyner profil qilib chiqaramiz o'zimiz. O'zimiz yig'ib birinchi qo'limiz. Konteyner mahsulotlari naves, tom. Ha, naveslarni qilasizlar. Mini stadion. Nima bo'lsa quramiz. Ular ugonlikdan ishlaydigan jamiki narsalarni biz profildan qilib beramiz. 25 metrgacha yopib beramiz. Bez ustun 25 metrgacha naves beramiz. O'zbekiston bo'ylab berasizlar. O'zbekiston bo'ylab. Narxi necha pul? Uzuni deydimi, kvadrati deydimi? Kvadrati 150 mingdan 250 minggacha temir mahsulot, ustaqi, elektrod hamma rasxod ichiga oladi. Elektrod ham ichida? Elektrod ham ichida. Bolgarka elektrod ichida. O'rnatib beramiz, faqat uydagidan shifer tunuka olib beradi, Qotirbek xizmati ham shu pulda chekib ketadi. Ertashga tushib qoldik. Ishlaringizni ko'rib, aka ishingizga baraka bersin. 5 kashlab olinglar. Fayz va barakasini bersin. Qo'lingizdan ko'rmang, xalq xizmati yuraylik. Alloh. Aka, sog' bo'linglar.